Assalomu alaykum. Hazrat salomatmisizlar? Böyle proyektimiz 6 kun vaqt qoldi. Tunqufon ishlarimiz deyarli bo'lib qoldi. Bu shu ichkarida ozgina ishimiz qolgan tunqufon. Fasad qismini gruntovka qilib, Trenting gruntovkasini berishni boshladik. Bu taraflar ham bo'ldi, ichki aboylari. 2 oyda xotirjam qilsa bo'ladi degan bitta ikkita negativ akalarimizga. Akalar bu joylarimiz kelganimizda eshik romlari, derazalari hech nimasi yo'q edi, gipsokardoni ham yo'q edi. Xo'p, bundan tashqari bu yerda hozir общий 8 ta xonamiz bor. Bundan tashqari zinalari plus podval, shuncha joyi, tagi podvali, obshipkalari, o't plati hammasi ichida qilib qilingan. Eslatib o'taman. Biz kelganimizda korobka holatda edi. Hop, krashinli eshiklarimiz xudo xolasa 3 kun ichida kelib qoladi, tayyor. Eshiklarning yoni daborlar bilan obshipka bo'ladi. Televizor postavkalar qo'yiladi. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh duo qilib tursani yo'lingiz bilan topshirib olamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.